Hozirgi kunda eng avj olgan kasalliklardan biri suyak yemirilishi. Asr kasalligi deyishimiz ham mumkin. Aynan Covid kasalligidan keyin bu kasallik bilan xastalanish holati juda ham ko'payib ketdi. Chunki qon aylanish sistemasidagi buzilishlar, qondagi viruslarning ko'payib ketishi natijasida qon o'ziga kerakli moddalarni hammasini suyakdan o'ziga tortishni boshlaydi. Aynan suyakda moddalar yetishmasligi hamda suyakning zaiflashishi orqali suyak yemirilishi, ya'ni ko'ksartroz kasalligi vujudga keladi. Aynan shu ko'ksartroz kasalligini davolashda juda ham yuqori natijalarga erishdik. Ko'plab bemorlarimizni MRTlarini bilan natijalarini to'liq ko'rsatib berishimiz ham mumkin. Shu kasallikni davolash orqali bu kasallikni hammasini anatomiyasini to'liq o'rganishimiz orqali kasallik kelib chiqish sababini to'liq anglab olganligimiz uchun biz o'zimiz Stop Artroz mahsulotini yaratdik. Stop Artroz bu o'z nomidan ma'lumki, artroz kasalligini to'xtatuvchi. Artroz kasalligini davolash uchun bu mahsulotimizni iste'mol qilgan vaqtda suyak tog'aylarini yemirilishini tiklab beradi, suyakni o'sishiga yordam beradi va suyakdagi mo'rtlashgan, ya'ni chiqindilarni tashqariga chiqib ketishini, qon orqali so'rilib chiqib ketishini ta'minlab beradi. Chirigan suyaklar, ya'ni ezilgan suyaklarning hammasi bo'laklari qon orqali ezilgan holatda, ya'ni maydalanib so'rilish orqali axlatga chiqib ketadi. Unga Stop Artrozdan borgan hamma vitaminlar suyakni ustini qoplab olib, asl holatini tiklashga, elastikligini tiklashga, kollagenlik xususiyati yuqori bo'lganligi uchun to'qimalarni to'ldirish bilan birgalikda ularni ish faoliyatini tiklab beradi. Suyaklardagi bo'lgan mo'rtlashuv holatlari, suyaklardagi moddalar kamayib ketishlarini to'liq bartaraf eta oladi. Stop Artroz mahsulotimiz nafaqat suyak yemirilishi, beldagi grija kasalliklarini, artrit kasalligi, revmatizm, poliartrit kasalliklarini ham juda ham yaxshi davolash xususiyatiga ega. Stop Artroz mahsulotimiz dorivor giyohlardan tashkil qilingan. Tarkibida sabelnik, akopnik, o'rama qori degan dorivor giyohlarimiz bor. Bu dorivor giyohlarning shunday xususiyati borki, u moddalarni suyakka to'liq devoriga yopishtira olish xususiyatiga ega. Ya'ni yemirilgan suyaklarni devorlarini to'ldirib bera oladi. Suyaklarning devori to'lgandan keyin xohlaymizmi yo'qmi, yemirilgan suyak asl holatiga qaytadi. Stop Artroz bilan nafaqat suyaklarni, balki mushaklardagi bo'shashgan holatlarni, mushaklardagi shamollash holatlari yoki bo'lmasa pay uzilish holatlarini ham tiklashimiz mumkin. Stop Artroz bilan o'z salomatligingizni tiklang.